Assalomu alaykum, hurmatli Nurmebel obunachilar. Mana xudo xolisa bu ugalogimizni kecha kuni videosini qo'ydik. Olib borib o'rnatib berganimizni qo'yib beramiz, videoga olamiz deb kecha kuni videosini qo'yib berdik buni. Xudo xolisa mana olib kelib o'rnatdik Yozyovonga. Razmerlari mana 4 metr, joyi bu yoqda mayta bemalol aylangani, misol oshxonada bu narsa ishlagani, shundaqa joy bo'lsin degan ekan, shuni hisobini olib 4 metr deya to'xtatdik. Bu yog'i 230, bu yog'i 4 metr. Taburetkasi aytganimizda shu 30 sm kichayganning hisobiga bitta taburetka bonusi qo'shib berilgan. Shu 30 sm kichaytirilgan hisobiga. Endeflari, jurnalni stollari ham shu endeflik. Ko'pchilik shu jurnalni stolimizni betini oyna deyapti-kan, bunimiz oyna bo'lmaydi. Rossiyskiy laminat bo'ladi. Bosilgan o'zi glansiy, shunday yaltirab turadigan, oynaga o'xshab turadigandan. Xudo xolasa 4 ta bolishi, 4 ta tumbasi, jurnalni stollari ham 6 oylik, o'rtasiga bemalol mana chiqib ham ko'rsataveramiz. Mana kecha kuni ham ko'rsatdim, bemalol ko'taraveradi. O'rtasida turibman, hozir ikkala tomondan ham bemalol ko'taraveradi. Hoppali. Ichlari 100% sasnoy yog'och, pampers prujinada bo'lgan. Umuman belerish degan narsa yo'q. Xudo tekis turadi. Kimga shunaqa sifatli ugaloglar kerak bo'lsa, aloqa qilib ko'rasizlar. Chiroyli qilib tayyorlab beramiz.